Yo'q, men kichkinaligimni bilaman. Boshqa nima qilmayotganim yo'q. Nima ozmi bunaqa? Sizdan oddiy kayfiyatingizni so'rab qo'yganimmi hozir? Siz kayfiyatimni so'ramaysiz, kayfiyatingiz yo'qmi dedingiz, aka? Keling, qo'ying, hozir shuncha odam mavjud. O'tiring, nimaga nima qilasiz bunaqa odamlarni oldida? Mana keling, bo'pti mana. Mana keling, Osloga kelaman degansiz, mana gaplashamiz, keling. Bunaqa g'alati. Bu shuncha 183 ta odam turibdi, bunaqa qilmaydi, aka. Nima deydi, bizni odamlarga o'rnak bo'lish o'rniga hozir hammani oldida urishimiz g'alati emasmi? Yo'q, o'zingizdan ketdingizmi deydi. Nega? Nima qilyapsiz? Men hech narsa qilmadim lekin. Qo'ying shuncha odam. Borsam gapingizga javob berasizmi? Ha, bu. Yozingmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga o'zbek zamon yurtdoshlar. Sizlar bilan Davron. Qanaqa nima deyman dedim. Odamingiz ko'payib Bu shunchalik urushni yaxshi ko'rasizlarmi? 210 bitta ketgan bunaqa odamlar. Yaxshimisizlar? Sizlar Davron aka keluvdilar. Hozir men ishda edim, kelib ko'rishdiydi. Nima deydi? Keling, shunaqa bir prank qilamiz dedilar. Uzr hammalarga unaqa nasriyalar boshni to'ydi, просто kichkina. Anaqa. Qalaysizlar? Men Davron akani yangi kamerasi bilan vaqtdan olib kelibdilar. Aliyam live deb o'ylayapsiz.